tarmoqli marketing. Agar siz hayron qolgan bo'lsangiz, demak siz hali yetakchi iqtisodchilar, dunyoning mashhur ishbilarmonlari insoniyat tarixida nimani eng ulkan imkoniyat deb ataganlari haqida to'laqonli axborotga ega bo'lmagansiz. Tarmoqli marketing bu nima o'zi va undan qanday foydalansa bo'ladi? Biz bilan siz u yoki bu darajada tarmoqli marketingga jalb etilganmiz, lekin siz hozircha buning uchun pul olmayapsiz. Tasavvur qilib ko'ring, siz tanishingizdan qandaydir yangilik, yangi buyum haqida eshitdingiz. Siz bu yangilikdan albatta foydalanib ko'rishga qaror qildingiz. Juda soz. Siz buni do'kondan emas, balki vositachilar safini qoldirib, bevosita ishlab chiqaruvchining o'zidan sotib olish imkoniyatingiz bor. Ishlab chiqaruvchi, ta'minlovchi, omborxona, do'kon, xaridor. Ishlab chiqaruvchi, xaridor. Aql bovar qilmaydi. Bevosita ishlab chiqaruvchidan olish. Bu qalbakilashtirishdan to'la himoya-ku. Agar bunday imkoniyat tug'ilgan bo'lsa, biz albatta undan foydalanamiz. Keyin esa bu haqda o'z do'stlarimizga aytib beramiz. Tavsiyaning buyuk kuchi. Kimga ko'proq ishonasiz? Televizordagi reklamagami yoki o'zingizning yaxshi tanishingizgami? Javob aniq. Barchamiz tanishlarimizning tavsiyalaridan foydalanamiz va o'zimiz ham tavsiyalar beramiz. Ayniqsa bugun biz avvallari taxmin qila olmagan yuqori sifatli mollar va xizmatlarning juda katta miqdori paydo bo'layotgan bir vaqtda sotuvchilar hozirgi paytda qanday hiylalardan foydalanmaydi deysiz. Bu ham chegirmalar, ham sovg'alar, ham diskont kartalari, ham lotereyalar va boshqa ko'pgina narsalar. Haqiqatan ham bizni u yoki bu mahsulotni xarid qilishga majbur qilayotgan yoki televizordagi reklamamikan? Yo'q. Do'stlarimiz bergan tavsiyalardan kuchliroq reklama yo'q. Va bu 21-asrning imkoniyatidir. Og'izdan og'izga, tanishdan tanishga o'tadigan axborot. Bu tarmoqli marketing. U qanday ishlaydi? Tasavvur qiling, siz restoranda nonushta qildingiz. Sizga taomlar va xizmat ko'rsatish darajasi juda yoqdi. Shuning uchun siz bu haqda do'stlaringizga aytib berdingiz. Do'stlaringiz sizning tavsiyangiz bo'yicha shu restoranga borishdi. Siz bu bilan restoranga foyda olishga yordam berdingiz. Do'stlaringiz ham sizdan xafa bo'lishmadi. Bundan tashqari ular sizga rahmat aytishdi. Endi ko'z oldingizga keltiring. Restoran xo'jayini sizga minnatdorchilik belgisi sifatida do'stlaringiz sarflagan qiymatning 5% ni sizga to'laydi. Shu bilan birga keyingi barcha tushliklar uchun chegirma qiladi. Keyingi safar siz bu chegirmadan foydalanasiz va bu haqda o'z do'stlaringizga endi bu imkoniyat to'g'risida gapirib berasiz. Bu shuni anglatadiki, do'stlaringiz ham bu haqda o'z tanishlariga aytib berishadi va ular ham chegirma va mukofot olishadi. Mijozlar jalb qiladi. Xuddi shunday. Bu har qanday ishlab chiqaruvchining orzusidir. Lekin bu faqat bitta shart bilan amalga oshishi mumkin. Xizmat yoki mahsulot yuqori sifatli bo'lishi lozim. Aks holda biz bu haqda o'z do'stlarimizga aytib bera olmaymiz. Siz o'zingizga yoqqan mahsulotlardan foydalanasiz va ularni o'z tanishlaringizga tavsiya qilasiz. Har doim sizning tanishlaringiz va ularning atrofidagi odamlar ular yoqtirgan narsalarni sotib olganda yoki xizmatdan foydalanganda sizga vositachilik haqi o'tkaziladi. Hozir qilayotgan ishni qilib turing va shu uchun pul oling. Nima uchun ba'zi odamlar tarmoqli marketingda ishlamasligining yagona sababi ular shunchaki buning nima ekanligini bilmaydilar. E'tibor bering. Siz jismoniy distributsiya bilan shug'ullanmagansiz. Ya'ni o'zingiz hech narsa sotmagansiz. Siz axborot tarqatgansiz. Ya'ni siz aqliy distributsiya bilan shug'ullangansiz. Haqiqiy tarmoqli marketing xuddi shuni anglatadi. Yangi mahsulotlar, mollar va xizmatlar haqidagi bilimlarni tarqatish aqliy distributsiyadir. Biz siz bilan birga buni har kuni qilamiz, lekin bu uchun hali pul olganimiz yo'q. Ushbu filmni bugun tomosha qilayotganlar uchun ertaga hamma narsa o'zgaradi. Rivojlangan mamlakatlarda tarmoqli marketing sohasida nimalar ro'y bermoqda va bizni yaqin orada nimalar kutmoqda? AQShda 2,5 mingdan ortiq yirik tarmoq kompaniyalari ishlamoqda. Hozirgi paytda tarmoqli marketing barcha mintaqalardagi 125 dan ortiq mamlakatda kuchayib bormoqda. Yevropada 700 dan ortiq MLM kompaniyalari faoliyat ko'rsatmoqda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida sotuvlar hajmi yiliga 2 milliard dollardan oshdi. Hozirgi paytda tarmoqli marketing yangi rivojlanish fazasida. Sayyoraning juda katta aholisi yoki mijozlar sifatida yoki tarmoqli kompaniyalarning distributorlari sifatida ifodalangan tez yuksalish fazasida turibdi. Nima uchun ba'zi odamlar tarmoqli marketingda ishlamasligining yagona sababi ular shunchaki buning nima ekanligini bilmaydilar. 40 yil oldin 8 yillik ma'lumotga ega bo'lgan va labi tirtiq amerikalik Glenn Turner tarmoqli marketing qoidalaridan foydalanib 5 yil ichida o'z daromadlarini 5000 AQSh dollaridan 300 million AQSh dollariga aylantirdi. Bizni ham shu narsa kutmoqda. Bu ko'p milliardlik sanoat butun olamni zabt etmoqda va Rossiyani ochmoqda. O'sishga intilish aniq sezilib turibdi. Ammo Rossiya bozori hali erkin emas. Rossiyadagi iqtisodiy vaziyat bu ajoyib ishning tez avj olishidan darak beradi.
Buni anglamaslik umuman biznes nima ekanligini, ayniqsa yuqori daromadli biznesni tushunmaslikni bildiradi. Bu taklifni jiddiy ko'rib chiqadigan odamlar bir necha yildan keyin muvaffaqiyat qozonadilar. Bugun shunday odamlar uchun eng qulay paytdir. Shunga qaramasdan faqat ba'zilar tarmoqli marketing nima ekanligini va uning qanday foyda keltirishini biladilar. Rossiyada tarmoqli marketingning rivojlanishi muqarrar va dunyoning yetakchi iqtisodchilari insoniyat tarixida ulkan imkoniyat deb nimani ataganlarini oshkor qilish uchun vaqtni behudaga ketkazishning hech qanday ma'nosi yo'q. Butun jahonda millionlab odamlarga moliyaviy mustaqillik bergan bu ish bilan kurashish bu bema'nilikdir. Hozir iqtisodiy jihatdan savodli odamlar qilganiday ishonchli tarmoqli kompaniyani tanlab, unga qo'shilishning eng qulay payti. Hozirning o'zida rossiyalik tarmoqli tadbirkorlarning daromadlari bir oyda 10 minglab dollarni tashkil qiladi. Bugundan boshlab yangi asboblar va tajribani qo'llab, bu biznesdagi yangi odamlar eng yuqori natijalarga juda qisqa vaqt ichida erishmoqdalar. Diqqat qiling va o'z imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Sizning vaqtingiz keldi. Biz siz bilan biron bir tarmoqlarning uyali aloqa tarmog'i, do'konlar, restoranlar, fitnes markazlarining mijozlarimiz va biz bunga pul sarflaymiz. Lekin hozir sizda xuddi shunday mijoz bo'lib qolish va shu bilan birga pul ishlab topish imkoniyati bor. Agar siz bu imkoniyatga diqqat bilan nazar solsangiz va unga biroz vaqtingizni ajratsangiz, jamiyatning imtiyozga ega qismi, distribyutorlar oladigan narsani siz ham olasiz. Boshqa ko'pgina odamlardan siz qaysi ijobiy tomoningiz bilan farq qilasiz? Oshib boradigan har oylik mualliflik gonorariga ega bo'lib, sizning ixtiyoringizda ko'proq bo'sh vaqt qoladi. Endi siz o'zingiz xohlagan paytda sevimli ishingiz bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lasiz.